Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kim tushida ko'rishni istaydi? Agar u zot sollallohu alayhi vasallam tushimga kirsin deydigan bo'lsak, mana bu ishni qilishimiz kerak ekan. Hadoiqul axbor degan bir kitobda zikr qilinadiki, kim payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tushida ko'rishni istasa, juma kuni kechasi, ya'ni payshanba kuni kechasi 2 rakat namoz o'qisin. Har rakatida bir marotaba sura-i Fotiha va oyatal kursiyni 15 marotaba o'qisin. Ortidan sura-i Ixlos, ya'ni qul huvallohu ahadni o'qisin. 2 rakatda ham mana shu ishni takror qiladi va namozni tugatganidan keyin 1000 marotaba u janobimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat yo'llaydi. Xohlagan salovati bo'lsin. Sallallohu alayka ya Rasulullohmi, Allohumma solli va sallim va barik alayhimi 1000 marotaba o'qiydi. Inshaalloh o'sha kechasi yoki keyingi jumagacha inshaalloh janobimiz sollallohu alayhi vasallamni tushida ko'rishga erishadi. Alloh taolo hammamizga mana shu baxtni nasib qilsin.